Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Uzoq tanaffusdan keyin 26-darsi boshladim. Bismillah vassalatu vassalamu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri va yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan va shifaan min kulli da'in ya arhamar rahimin. Biz 6-vaqtani oxiriga yetib qoldik. U vaqtani ya'ni mavzusi al-amakinu wal jaw. Makon, uylar va makonlar va atmosfera, havo mavzusi edi. Kelinglar 118-betdagi oxirgi mashqi oxiriga yetkazib qo'yamiz. Sadisan deyapti 6-dan iqro o'qi al-fiqratal atiyata thumma a'id qira'ataha mustakhdiman ad-damair al-atiya. Anta, anti, huwa, hiya. Quyidagi fiqroni o'qigin deyapti. Keyin uni qaytargin, almashtirgin degan ma'noda mustaxdiman ishlatgan holda quyidagi olmoshlarni ishlatgan holatda boshqasiga almashtirgin deyapti. Anta, anti, huwa, hiya aylantiramiz hozir. O'qiymiz oldin. Ana Mahmudun, men Mahmudman. Darastu fi kulliyati tibb. Tibbiyot fakultetida o'qidim. O'rgandim, ta'lim oldim yoki tibbiyot kollejida desa ham bo'ladi. Va najahtu va muvaffaqiyat qozondim, oxirigacha o'qidim degan ma'noda diplom oldim deyapti. A'malul ana tabiban. Hozirda shifokor bo'lib ishlayman. Qayerda? Fil mustashfa, shifoxonada. U'alijul mardo. Kasallarni davolayman. U'aliju. Azhabu ila amali mubakkiran. Ishimga mubakkiron erta boraman va arji'u fi vaqtin mutaakhir va kech vaqtda qaytaman. Zahabtu qabla qalilin ila maridin ajuzin. Hozirgina qabla qalilin degani biroz avval degani hozirgina qari kasal oldiga nima qildi boribdi. Va katabtu lahu al-ilaj va u uchun muolaja yozdim. Ana ash'uru bi sa'adati. Man vaqtni his qilaman fi amali ishimda, ishim yuzasidan. Li'annani usa'idu an-nasa 'ala ash-shifai. Chunki man li'annani usa'idu yordam beraman insonlarga shifo topishlik yuzasidan, shifo topishiga. Demak, shu anani nimaga aylantiramiz? Birinchi antaga, sen. Ana anta Mahmudun deysizlar. Sen Mahmudsan. Darasta tuni taga aylantirasizlar. O'qiding fi kulliyati tibb. Va najahta va muvaffaqiyatli bitirding. Ta'malu sen ishlaysan. Ta'malul ana tabiban fil mustashfa va hokazo qolganini o'zingizlar topasizlar. Keyin anti ga almashtirasizlar. Anti endi ismni o'zgartiringlar. Anti Fatimatu, sen Fotimasan. Darasti fi kulliyati tibb. Najahti va najahtni topding va keyin ta'malina bo'ladi. Fe'lni o'zgartirasizlar. Ta'malina qiz bolaga nisbatan. T ga aylantirasizlar boshini va i ni qo'shib qo'yasizlar. Ta'malina al-ana tabiban bo'ladimi? Tabibatan bo'ladi. Qiz bola chunki tamarbutali. Tabibatan fil mustashfa tu'alijina al-marda va hokazo qolganini topasizlar. Hop, keyingisi sabi'an hati jumalan fiha fi'alun mudari'un ma'a domairil atiya. Quyidagi domirlar bilan birgalikda fe'llarni keltirgin deyapti. Az bir daqiqa. Hozir. Hop. Keltirgin deyapti. Quyidagi jumlalarni keltirgin. Jumlalarni keltirgin. Qanaqa? Shu yerdagi muzori fe'lini quyidagi olmoshlarga mosini keltirasan. Misol uchun xaraja fe'lini aytaylik. Xarajani muzorisi
nima bo'ladi? Xaraja chiqdi, mozida aytdim o'tgan zamonda. Endi mudorisi qanaqa bo'ladi? Yaxruju. Ana axruju bo'ladi. Ana axruju. Anta taxruju. Anti taxrujina. Huwa yaxruju. Hiya taxruju. Kelinglar yozib beraman. Ana axruju. A bilan boshlanadi. Anta taxruju. T bilan boshlanadi. Anti taxrujina. T bilan boshlanadi, oxirida i ni qo'shiladi. Sen qiz bolaga nisbatan. Huwa yaxruju. Y bilan boshlanadi. Hiya taxruju. Bu ham T bilan boshlanadi. 3-shaxs qiz bolaga. Tushunarli bo'lsa, keyingi sahifani ochdim. Al-kitaba mashq ekan, yozish. Nima deyapti? Avvalan kawwin min al-kalimat al-atiya jumlan mufidatan. Tartiblagan, birinchidan tartiblagan quyidagi so'zlarni ifodali jumlaga aylantirgan demoqchi. Faslin baridun ash-shita'i fil jawi deyapti. Endi shuni o'z o'rniga qo'yamiz-da, chiroyli gap tuzamiz. Faslu shita'i fi fasli shita'i qish faslida al-jawu baridun selam bo'ladi. yoki al-jawu baridun fi fasli shita selam bo'ladi. La farq. Qolgani uyga vazifa. Thaniyan ikkinchidan da'il tarakib al-atiya fi jumalin mufida. Quyidagi tarkiblarni ifodali jumlada qo'ygan deyapti. Yaqau fi da joylashgan degan ma'no. Da joylashgan. Misol uchun bayti uyim yaqau fil madina shaharda joylashgan. Shunaqa chiroyli gap tuzib ichida mana shu tarkibni joylab ketasizlar. G'oliban ko'pincha degani. Tavalan nahar kun bo'yi degani. Yorug' paytda-da. Rubbama ehtimol va hokazo. Isharatul murur svetofor edi, adashmasam. Xo'p, yo'l ishoralari degani-da, o'z asl ma'nosi. Thalithan uchinchidan uktub asma'al ashya'i allati fil ghurfati. Xonadagi narsalar ismini yozgin deyapti. Mana bu xona rasmi ekan. Ala sarir ustida nima bor? Sumka bor ekan, o'yinchoq bor ekan, kepka bor ekan, kiyim bor ekan, gitara bor ekan. Hammasini topasizlar, yozasizlar. Bijanibi sarir kravat yonidachi. Ala nafizati derazadachi nima bor? Alal jidar devorda nimalar bor? Kalendarlar bor ekan. Alal ard yerda nima bor? Mana hammasini qo'ldan kelgancha lug'atdan topib yozasizlar. Zo'r bo'ladi. Keyingisi robian har bitta mashqni qunt bilan qilsanglar zo'r foyda bo'ladi, o'zingizlar ham sezasizlar. Robian 4-dan sif kulli suratin fi 3 jumal. Har bitta rasmni sifatlab bergan, tasvirlab bergan 3 ta jumla asosida deyapti. Misol uchun mana policeman, police officer, shurtatun deyiladi arabchasiga. Shurtatun yordam beryapti ajuzga, qari kimsaga va keyin nima desa bo'ladi? Yo'ldan o'tkazib yuborishga va hokazo deb 3 ta jumla asosida gap tuzasizlar. Ikkinchi rasmda muzdahim, at-tariqu muzdahim, yo'l tiqilinch va hokazo. Shu sababli ko'pgina insonlar ishiga yoki o'zi xohlagan joyiga kecha qolmoqda. Keyingisida al-shita, qish fasli haqida tasvirlab berasizlar. Xomisan 5-dan sif mawqi'a baytika li sadiqika wazkuril umur al-atiya. Quyidagi narsalarni, ishlarni aytgan holda uyingni joylashini u do'stingga bergan, sifatlab bergan deyapti. Al-amakinal qaribata minka. Xo'p, aytayaptiki, birinchi quyidagi umur deyapti. Sendan yaqin joylar deyapti. Al-mustashfa bormi, uyingga yaqin joy.
al-majjar bormi, al-masjid bormi, hammasini aytasizlar. Misol uchun do'stingizga aytyapsiz, tasavvur qiling, bayti mana shu joyda joylashgan va unga yaqin joylar kasalxona bo'lishi mumkin, masjid bo'lishi mumkin aytasizlar. Al-ittijahat bijanibi amama xalfa yamina yasar, mana shu iboralarni ishlatasizlar. Uni oldida ro'parasida bog'cha bo'lishi mumkin uylarni. Yon o'ng tomonida falon narsa, chap tomonida falon narsa deb sifatlab berasizlar. At-ta'biru ya'ni ta'birlar, iboralar yaqau fi da joylashgan, qarib min ga yaqin degani, yutillu ala ga qaragan, nimagadir qarab turadi, dengizgami va hokazo. Shularni ishlatgan holatda uylarni tasvirlab berasizlar. Bu qilish shart buni. Demak, vaqtimiz tugab qopti desam adashaman, chunki yana bitta matn bor ekan. Hop, bu 121-betda nima deyaptiki? Sadisan iqro va kutub va hafaz. O'qi, yoz va yodla deyapti. Shu oyatni yodlaysizlar. Wala astaizu billah wala tamshi fil ardi marahan. Yerda yurmagin kibrlanib degan ma'noda, vallohu a'lam. Shuni o'qiysizlar, keyin ko'p marta yozib yodlaysizlar. Keyingisidan hadis beryapti odatdagidek. Qola Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar. A'tu at-tariqa haqqahu qalu. Aytdilarki, yo'l haqqini beringlar, ado qilinglar deyaptilar. Va shunda aytishdiki sahobalar, ya Rasululloh, fama haqqut tariq? Tariq ya'ni yo'l haqqi qanaqa bo'ladi deyishdi. Qola aytdilarki, g'addul basari va kafful adha va raddus salam wal amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar. Ko'zni pastga qaratish va kafful adha, aziyat bermaslik yoki yo'ldan aziyatni olib tashlash, va raddus salam, salom bergan odamga alik olish degan ma'noda. Val amru bil ma'ruf, yaxshilikka chorlash va yomonlikdan qaytarish. Bu yo'l haqqi ekan. Yo'lida ham solih ishlar qilishimiz shart ekan. Shuni ham yodlaysizlar. Chunki bu mavzu, har bitta mavzuda yodlangan hadis va oyatlar imtihon vaqtida sizlarga qo'l kelib qolishi mumkin. Shu mavzuga oid inshoiylar mavzusida yozib ketsanglar, balinglar yuqoriroq bo'ladi, vallohu a'lam. Demak, keyingi betda 27-darsda davom ettiramiz, tugatamiz. Subhanakallohumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastagfiruka va natubu ilayk. Sog' bo'linglar, ma'as salama, fi amanillah.